Ichki ishlari mana olib kirib ketilyapti. Hech qanaqa biz tomonga vaziyatni hal qilish yo'q. Bu mana hurmatli mana eski firmani rahbari hech kim bas, lekin mana shuni olib kelishyapti, men tushunmayapman. Bu umuman aralashmasin bu yerda. Ariza bor sizdan. Ariza bor. O yo'ldan qochilib o'tib qildi. Transport nazorat inspeksiyasiga murojaat qildim. Ya'ni men mana shu yo'nalishda tenderda yutib olganligim haqida, lekin ichki ishlar xodimlari negadir Marhamat. Siz to'xtab. Hurmatli kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalariga bosimni ko'ryapsizlar. Mana. Mana ishchilar odamlar olib kirib ketyapti. Qilmanglar, urushmanglar. Mumkin-da jamoat. Tadbirkorni olib kirib ketishyapti. Tenderda yutib olgan tadbirkorni qo'lini qayrishib, ichkariga olib kirib ketishdi. Bitta haqqing yo'q sani. Bitta tenderda yutib olgan bo'lsang ham deb, mana militsiya xodimlari olib kirib ketdi. Bu hukumatimizdan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latovdan tartibga solib berishini so'rab qolaman.